Xalq deputatlari viloyat kengashi deputatlarining navbatdagi o'rganish ishlari G'allaorol tumanida aholi murojaatlari yuzasidan olib borildi. O'rganish davomida hududda amalga oshirilayotgan muhim loyihalar bilan tanishildi. Shuningdek, tuman yoshlari bilan suhbat olib borildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Kengashining 2025-yil 14-yanvardagi hududlarni rivojlantirish hamda aholi muammolarini hal etishda mahalliy kengashlar deputatlari va senatorlarning mahalla yettiligi bilan o'zaro hamkorligini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida viloyat kengashi kotibiyati mudiri, viloyat kengashi deputatlari hamda G'allaorol tuman kengashi deputatlaridan iborat ishchi guruh G'allaorol tumanida bo'lib, yoshlar markazi old qismida yengil konstruksiyali qurilma o'rnatish loyihasi bilan tanishishdi. Ta'kidlanishicha, ushbu markazda 4 ta qo'shimcha o'quv binosi tashkil etilishi belgilangan. Eng muhimi, yoshlar uchun zarur shart-sharoitlar yaratilishi ko'zda tutilmoqda. Tadbir davomida yoshlar maslahat guruhi a'zolari bilan davra suhbati ham tashkil etildi. Uchrashuvda yoshlar tomonidan bandlikni ta'minlash bo'yicha bir qator takliflar ilgari surildi. Barcha tavsiya va takliflar deputatlar tomonidan ma'qullandi. Hududiy deputatlar bilan birgalikda ko'rib chiqib muhokama qildik. Bu orqali biz o'sha oldimizda tashkil qilinayotgan yangi markazda bugungi kunda o'zbekona jihozlash va o'zbekona bezatish maqsadida o'zimizga qo'shimcha xulosalar oldik. Bu orqali biz yoshlarimiz uchun qo'shimcha imkoniyatlar, shart-sharoitlar yaratiladi. Bu orqali tumanimizda 2000 dan ziyod yana yoshlarni qamrab olish ko'zda tutilmoqda. Bu tashabbus orqali tashabbus uchun 4 ta qo'shimcha o'quv binosi tashkil qilinadi va 24 ko'cha tashkil qilish orqali yoshlarimiz uchun yangi infratuzilma tashkil etiladi. 2025-yil 26 fevraldagi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining 102 sonli qarori bilan har bir tuman shaharlarda deputatlik huzurida yoshlar maslahat guruhi tashkil etilgan. Ushbu maslahat guruhiga a'zo bo'lgandan keyin ushbu maslahat guruhining asosiy vazifasi o'sha tumanimizda bo'layotgan har qanday vaziyatga yoshlarni jalb qilish, ularning fikr mulohazalarini olish, ularning yechimini yoshlar qanday fikrda ekanligini aniqlashdan iborat. Yig'ilish so'ngida ishchi guruh vakillari ushbu o'rganish tadbirlarini hududlar bo'ylab davom ettirishni belgilab olishdi.